Assalomu alaykum, kanalim muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga Ramazon iftori uchun xonim hasib tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Bu xamir hasib emas, bu xonim hasib. Sal xamir hasibdan farq qiladi. Hozir kelinglar, yaxshisi videoda ko'rsatib beraman, hammasini o'zingizlar bunga guvoh bo'lasizlar. Birinchi bo'lib xamir qorib olamiz. Buning uchun bizga 400 ml suv kerak bo'ladi. Bitta tuxum solamiz, 1 osh qoshiq tuz kerak bo'ladi. To'la, masal birinchi silla solganim uchun yana ozgina sovardim. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Shu paxta gullik kosa kichkinasi 400 ml manda. Tuzlarni yaxshilab yedirib olib, elakdan o'tkazilgan tayyor unni solib xamir qorishni boshlaymiz. Bu qorayotgan xamirimiz 2 zuvala bo'ladi. Mana xamirni qorib olib, yaxshilab ishlov beramiz. Keyin bo'lsa xamirni har doimgidek dumaloq olib, o'rab, tindirib olib qo'yamiz. Xamir tingunga qadar bizga hozir birinchi bo'lib mayda to'g'ralgan piyoz kerak bo'ladi hamda somoncha shaklida ingichka yupqa to'g'ralgan sabzi kerak bo'ladi. Tavani gazga qo'yib yog' solamiz. Yog'i qizdirib, piyoz, sabzilarni solib, bir pas o'ldirib olishimiz kerak bo'ladi. Piyoz alohida yoki sabzi alohida qovurilmaydi. Baravar solib, ozgina 1-2 qovurib olamiz. Salgina o'ldirib olamiz. Sabzi bilan piyozni xonimning ichiga, nachinkasiga solinadi. Mana qovurib bir pas o'ldirib oldik. Endi olovni o'chirib, sovutib qo'yamiz. Yana bizga ozgina guruch kerak bo'ladi. Xonim hasib dedi sizlarga. Bu 120 gram guruchni yuvib, tozalab, mana olovga suv qo'yamiz, qaynagan suvga solamiz. Qaynagan suvga solib turib guruchni 1-2 aylantiramiz. Biq etib qaynab chiqqandan keyin olovni o'chiramiz. Ya'ni guruchni bitta qaynatib olib, olovni o'chirib, suvdan ajratib olishimiz kerak. Zuvalamizni tingandan keyin 2 ga bo'lib olamiz. Bu 2 ta zuvala bo'ladi. Mana dumaloq shakl berib, yana paketga o'rab, bir pas tindirib qo'yamiz. Bu paytda esa xonimga eng asosiy kerak bo'lgan narsa kartoshkani yuvib, tozalab, artib, pare kesib olib, yana to'g'raymiz uni. Ya'ni bo'laklarga bo'lib olamiz, yana uni somoncha shaklida to'g'raymiz. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Ozgina sal yupqaroq, ingichkaroq somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Qalin bo'lib ketib qolmasin, chunki hali xamirdan o'rayotganimizda bo'rtib chiqib qoladi. Kartoshkalar to'g'rayotganimizda mana bunaqa suvga solib qo'yamiz, qorayib ketmasligi uchun, keyin suvdan silqitib olamiz. Mana endi kattaroq idishga qiyma solamiz va bitta piyozni to'g'rab, mijg'ib qiymani ustidan sovaramiz. Zira solamiz, albatta ta'bga ko'ra ziravorlar solamiz. Qiyma bilan piyozni yaxshilab mijg'lab aralashtirib olamiz. Bunga bitta piyoz yetadi. Mana endi kartoshkalarni solamiz va boyga qo'rib olgan sabzi va piyozni solamiz. Mana guruchimiz ham tayyor bo'lgan. Sovudi demoqchiman. Boya suvdan silqitib qo'yinglar dedim-ku. Guruchni solamiz. Tuz solamiz. Albatta ta'bga ko'ra mazasini ko'rib turib solinglar. Endi qiymamizni, ya'ni nachinkamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. O'zingizlar bilasizlar, o'zbek xonadonida doim xamirli ovqatlar ko'p tayyorlanadi. Yana qiymani ko'rib yoki xamirni ko'rib uncha ko'p demanglar. U doim uni shunaqa katta qasqonda tayyorlanadi bizda. Mana yaxshilab tayyorlab oldik qiymani. Qiymamiz tayyor bo'ldi. Endi xamir yoyishga o'tamiz. Birinchi zuvalani olib turib, unlab xamirni qo'limizda ochib olamiz. Har doimgidek buni bilasizlar. Ko'p ko'rsatib o'tganman. Qo'limizda yaxshilab katta qilib ochib olganimizdan keyin yoyishni boshlaymiz. Qo'limizda ochayotganimizda asosan chetlarini ko'proq bosinglar, chetlariga ishlov beringlar. Mana endi o'qlov yordamida xamir yoyishni boshlaymiz. Xamirni yupqa qilib yoyib olamiz. Buni har bir o'zbek xonadonining bekasi biladi. Hurmatli muxlislar, yana bir narsani sizlarga aytmoqchi edim. Bu xonim hasibni menga rahmatli qaynonamlar o'rgatganlar.
Juda ham mazali, yumshoq chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Xamirni yupqa qilib yoyib oldik. Xuddi mantiga taxlagandek o'qlov yordamida taxlab olamiz. Endi kesib chiqamiz. O'lchami taxminan kichkina piyoladek bo'lishi kerak. Mana endi xamirlarni bunaqasiga kesib chiqamiz bu tarafidan. Hozir yoyib olamiz har bir xamir bo'lagini. Xuddi mantiga tayyorlagandek, lekin faqat sal kichkinaroq bo'ladi xamir bo'laklari. Mana endi sal torroq, ensizroq qilib kesamiz. Bu taomni tayyorlanish jarayoni xonimnikiga o'xshaydi. Nachinkasida ham ko'rdinglar, xonimnikiga o'xshagan, faqat guruch solinadi. Xamirlarni kesib oldik. Endi qolganlarini ustini yopib olib qo'yib turamiz. O'zimizga stolga keragini yoyib olamiz. Xuddi xonimga o'xshab xamir bo'laklarini yog'lab olamiz. Yog'lab olganimizdan keyin qiymasini solib chiqamiz. Qiymani to'la solsanglar, dombo chiqadi. Endi bu o'zingizlarni nimalarga, tabiiylarga ko'ra. Mana har bitta bo'lakka solingan qiymani xamir yuzi bo'yicha to'rtburchak shaklda yoyib olamiz. Tekislab olamiz qiymani. Mana endi keyin o'raymiz. Ekranda ko'rib turganinglardek bajarasizlar. Mana qiymani xamir yuzi bo'yicha yoyib oldik, keyin rulet qilib o'rab olamiz. Xonim juda ham yumshoq chiqadi. Ichiga guruch solinganiga hisobigami, nimagadir bu oddiy xonimdan sal farqi bor. Bu uslubda tayyorlab ko'rmaganlar, mana Ramazon oyi iftorlikka tayyorlab beringlar o'z yaqinlaringizga, bir yengillik bo'ladi demoqchi edim. Mana shu tarzda xonim xasblarni tayyorlab olamiz. Endi qasqon listini yog'lab olamiz, yaxshilab. Xonim xasblar yaxshi ko'chishi uchun yaxshilab yog'lab olamiz. Mana endi xonim xasblarni terib chiqamiz. Hurmatli muxlislar, mani kanalimda xamir xasb ham tayyorlab ko'rsatganim bor. Xohlasanglar, men opisaniyada yozib qoldiraman, uni ham kirib ko'rishinglar mumkin. Mana qasqon listiga terib oldik. Endi qasqonga joylashtiramiz hammasini. Bu yerda suv shaqillab qaynab turibdi. Mana endi qopqog'ini yopib 45 minut pishirib olamiz. Xonim xasb pishguncha biz yuziga sardegini tayyorlab olamiz. Tovada yog' qizib turibdi. Piyoz solamiz. Mayda to'g'rilgan piyoz solib birpas o'ldirib olamiz. Yana bizga mayda to'g'ralgan pomidorlar kerak bo'ladi. Mana mayda to'g'rab tayyorlab qo'yganman. Hammasini birgalikda qovurib olamiz. Tuz sepamiz. Pomidorning rangi unaqa qip-qizil yozgi pomidor bo'lmagani uchun paprika sepamiz. O'rta olovda yaxshilab qovurib olib, keyin past olovda miltillatib pishirib qo'yamiz. Mana me'yoriga yetib qoldi. Endi ko'kat solib, bitta aylantirib olib, olovni o'chiramiz. Xohishga ko'ra ushbu sardega achchiq qalampir solsanglar ham bo'ladi. Albatta buni yaxshi ko'rganlar uchun. Xonim xasb tayyor bo'ldi. Mana vaqt o'tib tayyor bo'ldi. Endi dasturxonga tortamiz. Mana azizlar, xonim xasbni dasturxonga tortamiz. Ustiga qizil sardina surib chiqamiz, chiroyli qilib. Hozir qasqonni ochganimda ko'rdinglarmi? Qanaqa do'mboqqina bo'lib turibdi bular. Yana ham chiroyli ko'rinishi uchun ustidan ko'katli sepamiz. Men kashnich sepdim. Kashnich bilan juda ham mazali bo'ladi. Rayhon bilan. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli, ko'rinishi chiroyli, o'zi do'mbo bo'lib chiqdi. Mazasi ham juda ham mazali. Meni oila a'zolarimga juda yoqadi. Mana shu uslubda tayyorlangan xonim xasb. Hozir sizlarga orasini yaqin olib kelib ko'rsataman. Mana juda ham mazali, yumshoqqina. Asosiysi yumshoqqina. Bu bilan aytmoqchimanki, kim uyida, kim xonadonida qariyalar bo'lsa, albatta ularga tayyorlab ko'nglini olinglar, duolarini olinglar. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Barcha ummatning tutayotgan ro'zasi Alloh dargohida qabul bo'lsin.